Assalomu alaykum do'stlarim. Max Beton and korxonamizda mijozimiz yangi buyurtmalari tayyor bo'ldi. Xo'p, mikser 0.40, 1 metrli vibrapress kolsa kolodis, 1,5 metrli kolsa kolodis, 2 metrli kolsa kolodisimiz bor bu yerda. Tak, 1 metrligimiz 70ligi ham bor, bu birga qo'shilib qo'yiladigan qilingan. Xullas 1,5 metrimiz, 2 metrligimizni alohida bir klientlarimiz, mijozlarimiz uchun buni maxsus temirlar bilan bu chuqurga joylashganligi uchun maxsus temirlar bilan joylashtirdik. Bu qanaqa ishlaydi bir qator ko'rsatmoqchimiz sizlarga. Nimaga 2 metrli? 2 metrli slojniyroq bo'lgani uchun 2 metrlikda alohida balkalarni qo'ydik, gidravlikasini qo'ydik. Zatirishniy pansonlarni ishlatdik. Hozir qisqacha ko'rsatib o'tamiz buni. Bu nima uchun ishlaydi? Endi buni hamma biladi-yu. Rasvot tushgandan keyin zatirka qilib chiqqan kolodisga kanatga ochib beradi bu. Tushuring. 2 metrlikda shu yerda bir qator mijozimiz uchun sinab olamiz. Zatirkani ishlating-da. Zatirka shunday ishqalab chiqadigan mahsulotni tepasiga kanatga ochib beradi. Ko'tarib qo'ying. Buni o'rnatib ko'rsatishimizdan asosiy maqsadimiz, pastga tushirib qo'ying. Asosiy maqsadimiz ko'p mijozlarimiz buni yerga o'rnatsa nima bo'ladi degan savollar qo'yadi bizga. Mana yerga qo'yilsa, mana shu holat bo'ladi. Bu bundan ham yana ham tepaga ko'tariladi bu. Yaqinroq kelsangiz, mana bo'yim mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, hozir bu shpilkaga o'rnagandan keyin yana 20 sm ga balandlaydi bu. Bu yerda rasvor otish, buni ustida chiqib ishlash juda ham noqulay bo'ladi. Shuning uchun maxsus chuqur tayyorlanadi. U chuqurni ichiga podstavkalar qo'yilib, shpilkalar bilan podstavkalar qo'yilgandan keyin chuqur ichiga o'rnatiladi. Chuqurning ichida osonroq ishlaniladi. Endi klientlarga aytadigan bo'lsam, juda ko'p klientlarimiz savollari aniq bitta. Vibraforma bilan vibrapress hali ham farqiga bormaydi. Vibraforma nima? Vibraforma oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, vibrapress mana qanday paddonda chiqadi. Ko'tarib bittani tushirib yerga qo'yinglar. Bu 1,5 metrli paddon. 1 metrli, 1,5 metrli, 2 metrli, 70lik hammasiga shunaqa paddonda chiqadi. Ochgandan keyin bu tagidan iz qo'yib beradigan panson bo'ladi bu. Vibraforma deganda, vibraformani yonboshida bo'ladi motori. Bunaqa nima deydi? Uskuna bo'lmaydi bu. Agar meni yaxshi tushungan bo'lsanglar, bu vibrapress uskuna deyiladi. Vibraforma qolip emas bu. Hop, bu yerda alohida 0.40lik mishalkamiz ham aniq klientlarimizga aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda hozir 11 kilovat motorimiz turibdi, RM reduktorimiz bor, zilni mos qo'yilgan. 0.40 kubli betonni bemalol aylantirib to'kadi. Xullas, bizga kolodisimizni quyish uchun shu mikserlar juda ham asqotadi. Bu mikserda 1 metrlik bilan 1,5 metrlik kolodisimizga bitta loy tayyorlasa bo'ladi, to'liq. Lekin 2 metrlikka yetmaydi bu. 2 metrligimizga yana ham kattaroq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, savol-javoblar bo'lsa kommentariyaga bemalol yozasizlar, layklarni qo'yasizlar. Inshaalloh biz ishlashda davom ettiramiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.